Yevrosiyo dasht mintaqasidagi ko'chmanchi jamiyatlar haqida gap ketar ekan, avvalo ushbu mintaqada turli davrlarda turli etnoslar yashaganini ham hisobga olish zarur. O'troq jamiyatlarga qaraganda dasht xalqlarida yozuv ancha kech yoyilgan. Ko'pincha og'zaki an'analarga tayanadigan kishilik jamiyat qaror topgan hamda u ichki va tashqi ta'sirlar tufayli vaqt o'tishi bilan o'z shakl va mazmunini ham o'zgartirib borgan. E'tiborli jihati shundaki, Markaziy Osiyoning Amudaryodan shimolda joylashgan tekisliklarida yashagan aholi o'zini Tur so'zi bilan bog'lagan. Ehtimol bu atama dastlab ko'chmanchilarning tashqi dunyo bilan o'ralgan hamda o'zlari yashaydigan yaylovlari, dasht mintaqasini ifoda etgan bo'lishi mumkin. Bu o'rinda Tur atamasini Oltoy tillaridagi turmoq, turuv, ya'ni yashamoq, mavjud bo'lmoq ma'nosidagi so'zlar bilan bog'lash mumkin. Keyinchalik dasht mintaqasining g'arbidagi hamda janubidagi xalqlar tilida Tur atamasi muttasil ko'chib yurish, ma'lum hududda aylanib yurish ma'nosini ifoda eta boshlagan. Masalan, qadimgi Yunon tilida Tornos fe'li mavjud bo'lib, boshqa Hind-Yevropa tillarida o'xshashi uchramaydi. Keyinchalik Tornos so'zi fransuz va ingliz tillariga tour, ya'ni aylanib yurish, sayohat, ekskursiya shaklida kirib borgan. Urug' aymoqchilik tuzumida yashagan ko'chmanchilarda vatan tushunchasi kichik bir hudud bilan emas, balki o'troq sivilizatsiya bilan bog'langan butun dasht yoki bu dashtning daryolar, tog'lar bilan tabiiy chegaralangan ma'lum bir yirik hududi bilan o'lchangan. Itil, ya'ni Volga daryosi va Kaspiyning sharqiy hududidan Oltoygacha yastangan yaylovlarda kimlar yashagan bo'lishi mumkin? Andronova madaniyati deb ataluvchi bronza davriga oid moddiy madaniy jamiyat ko'chmanchi dasht xalqlarining ilk yuksalish davri edi. Bu davrda ularda metallurgiya rivojlandi, ammo yozuv tizimi hali mavjud emas edi. Shu tufayli ularning etnik tarkibi qaysi tilda so'zlashganini aniqlash mushkil. Ko'plab olimlar bu hududda proto-hind-ironiy til hukmron bo'lgan deydi. Tilshunos Lambert Karlovskiyga ko'ra, Andronova madaniyati aholisi Ugor, Dravid yoki Oltoy tillarida so'zlashgan bo'lishi mumkin. Ammo bu nazariyani Yelena Kozmina kabi ko'plab tilshunoslar rad etishadi. Dandiboy yodgorliklarini yaratgan aholining etnik kelib chiqishi aniq belgilash qiyin. Ular O'rta Sibirdan kelgan bo'lishi ham mumkin. Biroq ushbu aholi proto-turk xalqlaridan birining g'arbga qarab harakatlangan dastlabki to'lqini bo'lgan degan taxminni ilgari suradi Yelena Kozmina. Chunki Dandibay madaniyati qabilalari idish yasashning juda qadimiy texnikasiga ega bo'lgan. Ya'ni ular sopol idishlarni, loy bo'laklarini ichidan kovlash orqali tayyorlashgan. Bu usul hozirgacha faqat Sibir turkiy xalqlari, ya'ni yoqutlar va buryatlar orasida saqlanib qolgan. Shuningdek, yoqutlar va buryatlar bezak san'atida o'ziga xos ornament elementlaridan foydalanadilar. Bu esa ularning qadimiy madaniy aloqalarini ko'rsatadi. Bu faqat turkiy xalqlarga xos maxsus texnika bo'lib, loyga qirib shakl berish usuli turkiy tilli aholining etnik belgilaridan biri sifatida qaraladi va Dandibay aholisi Sibir yoki Markaziy Osiyodan kelib chiqqan bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Shu asosda Dandibay aholisi proto-turk etnik guruhiga mansub bo'lgan degan taxmin ilgari surilgan. Biroq bu gipoteza hali to'liq isbotlanmagan. Markaziy Qozog'istonning so'nggi bronza davridagi manzilgohlarida miloddan avvalgi 11-9 asrlarda Andronova aholisi mahalliy ustun etnos bo'lganini ko'rish mumkin. Biroq sharqdan kelgan qandaydir kichik mongoloid tipga mansub guruh bu hududga kirib, Andronova muhitida yetakchi mavqega ega bo'lgan.
Yevropoid tipidagi Saka bosh suyaklarida aniqlangan mongoloid belgilarining ayrim izlari Dandibay madaniyatiga mansub kichik mongoloid tipga mansub guruhning ishtiroki bilan izohlanadi. Ammo ko'chib kelganlar vaqt o'tishi bilan Andronova aholisi bilan assimilyatsiyalashgan, natijada Sak madaniyatining tarkibiy qismiga aylanib borgan. Bu kabi dalillar Andronova va ilk Sak davrida Markaziy Osiyo dashtlarida Hind-Ironiy va Oltoy katta ehtimol bilan prototurk xalqlarining yonma-yon bir madaniy muhitda yashaganini ko'rsatadi. Miloddan avvalgi 1-mingyillik boshlarida Markaziy Osiyo dashtligining janubiy va sharqiy chegaralarida yirik va kuchli imperiyalar vujudga kela boshlagan edi. Ayni davrga kelib, dasht mintaqasining oriy elatlari tobora janubga siljib, Hindiston hamda Eron platosida yoyila boshladi. Ular dastavval ushbu hududlardagi o'troq sivilizatsiyalarni vayron qildilar va ko'plab ekinzorlarni o'z yaylovlariga aylantirdilar. Nisbatan qadimiyroq bo'lgan Rigvedada bosqinchi oriy irqining asosiy boyligi chorva, ya'ni pasu ekanligi uqtirilib, baland devorlar bilan o'ralgan shaharlar, ya'ni puralar ichida yashovchi mahalliy dushman xalq Dasa bilan shafqatsiz janglar tasviri uchraydi. Rigveda chuqur tahlil etilsa, unda oriylar bilan birga ittifoqdosh sifatida kelgan Turvashu xalqi hatto otu aravalar bilan ham qochib qutulib bo'lmas dahshatli janglarda jonbozlik ko'rsatgan. Ular Rigvedada oriylar singari osmon ma'budiga, ya'ni Endraga sig'inuvchi, otni qo'lga o'rgatish hamda otda jang qilishga mohir qabila sifatida ta'riflanadi. Panjob va unga tutash hududlar egallangach, Turvashu xalqi oriylardan o'z xizmatlariga yarasha chorva hayvonlarini talab qilishgan. Ammo oriylar bu talabni rad etib, Turvashu qabilasini Hind diyoridan shimolga qaytib ketishga majbur qilishgan. Ushbu qabila nomi Tur toponimiga aloqador bo'lishi mumkin. Shuningdek, ularning hind oriylari bilan ixtilofga borishi yo ular tomonidan past darajada ko'rilgani, yo etnik, yo til jihatidan bir-biridan farq qilganini ham ko'rsatadi. Avistoda esa dasht mintaqasidan Eron platosiga joylashgan oriylar, Ironiylar bilan dasht hududida qolgan ko'chmanchi elatlar, ya'ni turiyalar o'rtasidagi shiddatli kurash aks etgan. Bir vaqtlar yonma-yon yashagan elatlarning bir-biriga bunday dushman bo'lib qolish sababi nimada edi? Bu o'rinda ikki taxminni ilgari surish mumkin. Birinchidan, dasht mintaqasidan mahalliy turlar bilan chiqish olmaydigan Ironiylar janubga, Eron platosiga borib joylashgach, mintaqaning real kuchiga aylangan va shimoliy turiyalarga nisbatan dushmanchilik kayfiyatida bo'lib kelgan. Ikkinchidan, Ironiy qabilalar janubga ko'chgach, o'troq turmush tarzi bilan yaqindan tanishdi va ularning jamiyatida ziroatkorlik taraqqiy eta boshladi. Zero, Rigvedadan farqli ravishda Avistoda jamiyatning toifalari sifatida chorvadorlar bilan bir qatorda ziroatkor dehqonlari ham tilga olinadi. Bu esa dasht xalqlari bilan ijtimoiy farqlanishni kuchaytirgan va ular bir-biriga nisbatan madaniy nisbiylik nigohidan qaray boshlagan. Qadimgi Eron manbalarida, xususan Dorobirning devoriy bitiklarida shimoldagi ko'chmanchi xalqlar umumiy nom bilan saklar deb nomlangan va aftidan muayyan etnik guruhni ifoda etmagan. Saklar jamiyatida jiddiy o'zgarishlar ro'y berib, ular g'arbga va sharqqa qarab yoyila boshladi. G'arbga yo'lgan saklar vaqt o'tishi bilan o'zlarini skiflar deb atay boshlagan bo'lsa, sharqiy saklar o'zlariga nisbatan Saka yoki Shaka nomini qo'llashda davom etgan. Gerodotning guvohlik berishicha, forslar barcha skiflarni saklar deb atagan. Saka yoki Shaka atamasi aslida kuch, qudrat, kuchli ma'nolarni anglatgan. Masalan, qardosh til hisoblangan sanskrit tilida Shakti, kuch ma'nosini anglatadigan so'z mavjud. Yangi Ossuriya podshohligining yuksalishi G'arbiy Osiyoda kuchlar nisbatini o'zgartirib yuborgan edi. Ossuriya hujumlari oqibatida G'arbiy Osiyodagi boshqa davlatlar zaiflashdi. Bu esa mintaqadagi geosiyosiy hayotga ko'chmanchi saklarning kirib kelishini faollashtirdi. Ossuriya manbalariga tayangan yangi davr olimlari G'arbiy Osiyodagi saklarni Kavkaz shimolidan kirib kelgan va bu hududga o'z hukmronligini o'rnatgan deb qaraydi. Biroq Galikarnaslik qadimgi Yunon tarixchisi Gerodot saklarni sharqdan, dashtlardan Madi ismli hukmdor boshlab kelganini ta'kidlaydi. Ehtimol ular Mozandaron koridori orqali G'arbiy Osiyoga kirib kelishgan. Shuningdek, Gerodot Madi boshliq saklar butun G'arbiy Osiyo bo'ylab o'z hukmronligini o'rnatgan
aytib o'tgan. Madi davrida, ya'ni miloddan avvalgi 658-625 yillar oralig'ida saklar g'arbda Galis, Kichik Osiyodagi Galis daryosidan tortib Midiyaning sharqiy hududlarigacha, shimolda Kavkaz ortidan janubda Ossuriyagacha bo'lgan hududlarda hukmronlik qilishgan. Bu dasht ko'chmanchilari tomonidan asos solingan birinchi imperiya edi. Madi davrida Midiya davlati siyosiy jihatdan saklarga qaram bo'lib qoldi. Aftidan, Madi o'z xalqi saklarning farovonligi yo'lida bo'ysundirilgan o'lkalar, xususan Midiya aholisiga nisbatan og'ir o'lpon siyosatini qo'llagan. Bu esa o'tiroq turmush tarziga o'ta boshlagan Midiya aholisi bilan sharqdan kelgan ko'chmanchi saklar o'rtasidagi azaliy dushmanlik kayfiyatining paydo bo'lishiga olib kelgan. Avistoda va keyingi davrlarda yaratilgan forsiy eposlarda yoritilgan eroniylar va turonliklar o'rtasidagi raqobat ham aynan Midiya va saklar o'rtasidagi siyosiy munosabatga mos keladi. Aftidan mediyaliklar sharqdan kelgan dushmanlari saklarni umumiy nom bilan turiyalar deb atagan. Avistoda turiyalar hukmdori pahlavon, badjahl, dono va shu bilan birga yovuz deb ta'riflangan Frangistrion haqida so'z boradi. Firdavsiyning shohnomasida eroniylar va turonliklar o'rtasidagi dushmanlik yoritilar ekan, turonliklar hukmdori sifatida Afrosiyob obrazi o'rtaga chiqadi. Avistodagi Frangrasion hamda shohnomadagi Afrosiyob obrazlari mohiyatan saklar hukmdori Madiga muvofiq keladi. Turkiy xalqlar orasida esa turkiy davlatchilik asosi sifatida Alp Ertunga ismli shaxs ko'riladi va u Afrosiyob bilan aynan bitta shaxs bo'lgani ta'kidlanadi. Shuningdek, eposlarda Afrosiyob Eron ustidan o'z hukmini o'tkazib, nikoh rishtalari orqali siyosiy aloqalarni mustahkamlamoqchi bo'lgani, Eron shahzodasi bo'lgan kuyovi Siyovushdan dastavval Eronni, ya'ni Midiyani tasarrufda tutib turish maqsadida foydalangani, keyinchalik ishonchsizlik tufayli uni o'ldirgani hikoya qilinadi. Bu hukmdor o'z davrida qanday atalgani noma'lumligicha qolmoqda. Frangrasion yoki Afrosiyob nomlari bu shaxsning dushmanlari yoki raqiblari tomonidan berilgan nomdir. Turon o'lkasida uning qanday nom bilan atalishi, ya'ni keyinchalik Alpertunga nomining vujudga kelishi milodiy 10-asrdan boshlab uchraydi. Yunon-rum tarixchilari, xususan Pompetrot, G'arbiy Osiyoda hukmronlik qilgan saklar podshohi Madini Alpertunga nomiga o'xshash ism Tanay nomi bilan ataydi. Bu esa saklar hukmdori Madining aynan Alpertunga bilan bir shaxs bo'lganini yanada oydinlashtiradi. Turonlik ko'chmanchi xalqlarning ilk davlati aynan uning davrida rivojlanish cho'qqisiga chiqib, imperiya darajasiga yetgan. Avvalo, turli qabila va elatlardan iborat jamiyat farovonlik yo'lida birlasha oldi. Ijtimoiy farqlarni ortga surgan holda qabilalarning bir hukmdor qo'li ostida birlashuvi mustahkam va barqaror jamiyatni vujudga keltirdi. Ikkinchidan esa saklar kuchli jang madaniyatiga ega xalq bo'lib, jang qilish, urush olib borish ularning kundalik mashg'ulotlaridan biri edi. Soxta chekinish ko'chmanchi saklarning asosiy va o'ziga xos jang taktikalaridan biri bo'lgan. Uchinchidan, turonliklarning otliq qo'shiniga jiddiy e'tibor qaratishi ularning zamonasining eng kuchli qo'shinlaridan biriga aylanishiga zamin yaratdi. Miloddan avvalgi 625-yilda Madi boshliq saklarga tobe Midiya hukmdori Kiyaksar Saka aristokratiyasi vakillarini ziyofatga taklif qilgan. Saka oqsoqol va sarkardalari may bilan siylangan. Mast ahvolga tushgan sak zodagonlari, shu jumladan Madi, Kiyaksar buyrug'iga binoan o'ldirilgan. Kiyaksar shu tariqa Turon ko'chmanchilarining dastlabki davlatchiligini yo'q qilib, Midiyani qayta mustaqil davlatga aylantirdi. Kiyaksar Ironiy va turkiy eposlardagi Eron shohi Kayxusraf bo'lganini ikkala obraz taqdirlarining bir-biriga mos kelishi bilan izohlash mumkin. Kiyaksar, ya'ni Kayxusraf, Alp Ertunganing qizi Farangiz hamda Eron shahzodasi Siyovush nikohidan tug'ilgan. Yuqorida ta'kidlanganidek, Kiyaksar keyinchalik o'z bobosiga qarshi kurashib, uni o'ldirgan. Turon davlatchiligini zaiflashtirib, Eron, ya'ni Midiyani yuksaltirgan.